Demak, biz sizlar bilan grammatikalarimizni davom ettiradigan bo'lsak, endi o'tadigan 3-grammatikamiz gitemune, asoso, inika. Bilsanglar kerak, bu grammatikalar bir-biriga sinonim. Bu grammatikalar sababni ifodalaydi. Gitemune bo'lgani uchun bo'lgani sababli. Bu rasmiy sigilida ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Asoso ham uchun sababli degan ma'noni biladi. Bu ham rasmiy. Buni ham sigilida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Inikani ham hattoki sigilida ishlatsanglar bo'ladi. Bu ham sababli uchun degan ma'noni beradi. Uchalovi bir xil. Faqatgina asoso bilan inikani farqi, asoso buyruq, taklif va so'roq gaplarda kelmaydi. Inika bo'lsa buyruq, taklif, so'roq gaplarda bemalol kela oladi. Gitemuneda bo'lsa universal. Buyruq, taklif, so'roqda ham kela oladi bemalol. Xo'p, bu grammatikalarni ko'rgan bo'lsak, misollarni ko'ramiz. Pappaso motkasoyo. Band bo'lganligim uchun bora olmadim. Pigonanika chumshoyo. Charchaganim sababli biroz dam olaylik va bularni o'rnini bemalol biz almashtirib ishlatsak bo'ladi. Va faqat bittadan narsa asosoda sal ehtiyot bo'lishimiz kerak. Asoso sal kaprizniroq, chunki buyruq, taklif, so'roqda kelmaydi. Qolgan holatlarda kelaveradi. Endi 4-holatimizni ko'rsak. Tanlovda ifodalanadi. Ya'ni yoki degan ma'noni bildiradi. Gona fe'llarga qo'shiladi va yoki degan ma'noni beradi. Uni qilaman yoki buni. Ikkitasidan bittasini tanlayotganda ishlatiladi. Tinchi keyingisi bo'lsa ham farqi yo'q. Yoki u yoki bu degan. Tinchi ham bir-biriga sinonim bo'la oladi. Masalan nima? Ko'pi gona chamashillayyo deyapti. Qahva yoki choy ichasizmi deyapti. Mana shunaqa paytda ko'pi tinji, cha tinji, mashoyo desa ham bo'ladi. Kofi bo'lsa ham, choy bo'lsa ham ichveraman. Uni ham, buni ham qilaman. Javobda ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi motinji keyinchanoyo nima bo'lsa ham mayli. Nima bo'lsa ham, nima bersang ham mayli, menga farqi yo'q. Demak, tanlovni ifodalaydi yoki unisi yoki bunisi degani. Holatlari bir-biriga o'xshaydi, grammatika ham bir-biriga o'xshaydi, ma'nolari ham bir-biriga tortadi. Endi tinji bo'lsa ham degan ma'noni bergan taqdirda ham gona bilan almashtirib ishlatsak bo'ladi. Masalan, ko'pi tinji, cha tinji, mashoyo. Uni ham ichaman, buni ham ichaman. Yo'qsa nima deymiz? Ko'pi gona cha mashoyo. Yoki ko'fi ichaman, yoki choy ichaman. Menga farqi yo'q. Xohlaganingizni bering deganda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, keyingi grammatikamiz ilsu itta, ilchul alda, mo'rida. Ilsu itta opta deb ham ishlatsak bo'ladi. Ilchul alda yoki-da mo'rida deb ham ishlatsak bo'ladi. Bu qobiliyatda keladi. Ya'ni biror bir sport yoki suzish yoki pianino chalish yoki yana shunga o'xshagan qobiliyat bilan bog'liq bo'lgan holatlarda biza bemalol ilsu itta bilan ilchul aldani almashtirib ishlatsak bo'ladi. Nima masalan? Suyong halsuisoyo, suyong halchul arayo. Suzishni bilaman. Ikkalovi ham bir xil ma'no beryapti. Suzishni bilaman. Misolni ko'rsak, unjon halsuisoyo. Mashina hayday olaman. Unjon halchul arayo. Mashina haydashni bilaman. Bu